Itvachamiz bilan sekin ketayotgandek qayoqdandir mana qora mashak itvacha kelib, itvachamizga osilyapti. Egasi nima dedi? Itvachangizni aravangizga solib qo'ying, bizni itvacha siznikini ko'rib ketmayapti deydi. Qaynonam ha bo'pti deb itvachamizni boshqa aravaga solib qo'yaptilar. Itvachasi ketmayap turgan bo'lsa, bu bizning problemamiz emas-ku, nimaga siz uni aytganini qilyapsiz desam, rosti nima deydilar. Voy, soddalik ham bunchalik emas-da. Boshqalarni xursand qilaman deb yashab kelganlar shu paytgacha qaynonam. Katis qaynonam erlari bilan juda erta ajrashganlar va ozgina o'tib erlari bo'lmay qolgan. Katis qaynonamning kichkina opasi agar boshqa erkakka turmushga chiqadigan bo'lsang, bizning aloqamiz uziladi deganligi uchun Katis qaynonam yolg'iz ikkita bolasini katta qilib kelgan. Shunga ersiz yashash qanaqaligini juda ham yaxshi biladilar. Shuning uchun meni har tomonlama qo'llab-quvvatlaydilar. Yolg'iz boshing bilan o'zga yurtga kelib, yashab ketishga harakat qilayotganingni ko'rsam, meni kelinimligingdan juda ham faxrlanaman deb rosa gapiradi. Bu yerda itvachamiz sovuni rosa yugurtirib yuribdi. Mana qaranglar, itvachamiz biram rashkchi, qaynonam sovi bilan birga o'ynaganini ko'rib, bechara itvachamiz ko'ti kuyib bo'lyapti. Ko'zlarini uzmasdan haligacha qarab turishini qaranglar. Lekin yegulikni ko'rsa, onasi ham esidan chiqib ketadigan itvachalardan. Shuning uchun har xil mevalar bilan aldab o'tiribman. Onasini ko'rib tutqanoqqa qo'sib qolgan itvachamiz qilayotgan qilig'ini qaranglar. Jinnixonadan qochgan itlar qanaqa bo'lishiga qiziqayotgan bo'lsanglar, mana sizlarga namuna. Sovush kungacha hech qulupnay yemasdi. Itvachamiz qulupnay yeganini ko'rib, ko'ti kuyib, bu ham qulupnay yeyishga tushib ketdi. Bu ikkalasi juda ham rashkchi va e'tibor talabchan, ba'zida rosa hayron qolib ketaman. Mana qaranglar, itvacha aravada o'tirganiga men ham chiqib o'tiraman dedi. Chiqib olgandan keyin itvacha survordi. Bu ikkalasi bir-biriga ko'ti kuygandan menimcha hech qachon do'st bo'lmasa kerak. Sovi itvachamizni joyini olib qo'yganidan bu yerda tutqanog'i qo'zib bir bolalar qilyapti. Katis qaynonam itvachani piknikka olib kelganidan juda ham pushaymon bo'lib ketdilar. Chunki Sovi bilan endi o'ynayman deganlarida itvacha akillab hammani oldida sharmanda qildi. Shunaqa qilib safarimiz qaridi. Qaynonam bilan rosa dardlashganimizdan keyin ancha o'zlarini yengil his qildilar. Biz qaynonam bilan joyimizni yig'ishtirgunimizcha sovuni qaranglar ketib qolganini, oshoqqa ketib qolib orqasidan yugurib arang yetib oldim. Tavba, orqasiga ham qaramasdan ketishini qaranglar, ko'rinyaptimi? Anu aravasini ustidan qayerdir ketyapti. Ismini aytib chaqirganimchalik shunchalik tez yugurib ketyapti, buni qaranglar. Sovuni itvachasini quchoqlab ketishini qaranglar. Agar quchoqlamasa sakrab tushib ketishini biladi-da, shuning uchun ushlab ketyapti. Sovidan hammaga xayr, bugungi piknikimiz tugadi.